finishga yetib kelsa, shu odam finalga chiqadi. Menimcha challengeimiz unchalik qiyin emas yoki-da qiyinchilik tug'dirmaydi. Hammasi sodda va oddiy. Bu yerda faqat tezkorlik rol o'ynaydi va bu yerda ko'rayotganingizdek O'zbekiston youtuberlaridan 15 ta, chet el Minecraft youtuberlaridan esa 15 ta kim yutadi? Kommentariyada oldindan yozib qoldiring va qaysi youtuber siz uchun favorit shuni ham yozib qoldiring va shu youtuberni oxirigacha kuzating. Xo'p, youtuberlar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Let's go! Yo, mana mamlakat totdi Bax uzlar ketyapti. Ha, aytgancha do'stlar, shu o'rinda eslatish esimdan chiqibdi. Bax uz, misol uchun telefonda kiryapti hozirda. Bu mehnatimizni qadrlagan holda hoziroq pastga tushib videomizga like bosib qo'yishni unutmaymiz. Sababi bunday kontentlarni faqat bizning kanalimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yo, let's go. Hozirda birinchi bo'lib kim keldi? O, chet elliklar birinchi bo'lib o'tib ketdimi? Ha, albatta birinchi bo'lib chet elliklar oldinda ketyapti. Hozirda o'zbeklardan esa Bohirchik, ya'ni Bohirbey deb niklari Bohirbey ekan Minecraftda. Hop, Bohirchik o'zbeklardan birinchi bo'lib ketyapti va orqasidan qolgan o'zbek youtuberlari ketyapti. Xo'sh, va bu yerda esa inglizlardan kesh ekan. Yo, ajabol. Yo, mayo, yo, let's go. Birinchisida o'sha ajabol birinchi bo'lib keldi finishga. Yo, mayo. Bu qanchalik yaxshi, qanchalik yomon bunisini bilmadim. Xo'sh, mayli. Endi biz keyingi 5 taligimizga navbat. Let's go. Mana qo'yib biz ikkinchi raundimizga ham keldik. Ikkinchi raundimizda yana 5 talik youtuberlar startga turishadi va ular tezroq finishga kelishligi kerak bo'ladi. Hop, youtuberlar tayyor bo'lsangiz, sekin-astalik bilan finishga turib olsangiz, finishdan startga turib olsangiz ham bo'laveradi. U naryoda finish va bu yerga qaytib kelishingiz kerak bo'ladi albatta. Tayyor bo'lsangiz 5 ta bo'lib sekin-astalik bilan albatta tartib saqlagan holda, chunki video kadr orqasida juda ham bardak bo'ldi, shuni eslatib o'taman. Tartib bilan turib olsangiz, unda qani boshladik. 1 2 3 let's go. Let's go davay. Yo, yugurib ketyapti. Xo'p, bu yerda Power Studios ketyapti, orqasidan Mr Beast, o'zbeklardan esa birinchilikda o'tirgan Shahis ketyapti. Bu yerda esa inglizlardan, ya'ni chet ellardan Skippy youtuberi ketyapti va bu yerda hozirda Kaizo bilan Shahis o'rin olishligi mumkin deyotgan edim. Yo'q, Shahis birinchilikda hali ham ketyapti. Chet elliklardan Skippy birinchilarda ketyapti. Hop, Shahis birinchilikda ketyapti. Shahis birinchilikni hali hech kimga bergani yo'q, gap yo'q. Hop, endi biz Skippy yo'q, Speedsilver o'tib ketyapti undan birinchilikka. Hop, bu yerda Shahis ketyapti. Shahis hech kimga berayotgani yo'q birinchilikni. Speedsilver birinchilikda ketyapti. Skippy berib qo'yapti. Qani, let's go. Yo, mayo. Birinchilikda Skippy keldi. Ya, Skippy deman, Speedsilver keldi. O'zbeklardan esa Shahis keldi. Hop, bunda biz keyingi raundimizga let's go. O'zinglar ko'rganingdek, kim yutayotganini o'zinglar bilib turgan bo'lsanglar kerak. Let's go. Va nihoyat biz keyingi raundimizga yetib keldik do'stlar va mana bizda 5 talik youtuberlar qoldi. Chet eldan 5 ta, o'zbeklardan esa 5 ta qoldi. Xo'p, endi o'zinglar ko'rayotganingdek eng ashaddiy youtuberlari oxiriga qoldi. Har doimgidek hamma joyda eng ashaddiy youtuberlar oxiriga qoladi, ya'ni oxirida chiqadi. Qanunda marhamat qilib sizlarga omad tilab qolaman. Kim yutqazishi bu sizning qo'lingizda. O'zbekiston sha'nini yoki-da tepaga ko'tarib yoki-da joyida qoldirish ham o'zingizda. O'zbek youtuberlarga tegishli. Marhamat qilib turib olsangiz ham bo'laveradi. Hop, bu yerda hamma tayyor bo'lsa, qani 1 2 3 let's go. Va shu o'rinda eslatib o'taman. Bu challenge'imizda, ya'ni bu challenge'imiz faqatgina yurib emas, balki yugurib, sakrab ham bo'lsa bo'lar edi. Bular esa barchasi bular o'ylashdiki, faqat yurib deb o'ylashdi. Shuning uchun hozirda mana Hamodek bilan Dreamning miyasi juda ham ishlab ketdi. Bilmadim nega shuncha payt boshqa youtuberlar shunday qilmadi, lekin Dream va Hamodek birinchilikda ketyapti va birinchi bo'lib bizda kim? Hamodek, yeboy. O'zli ko'rayotganlarda
Bu challenge'imizda kim yutganini o'zi ham juda ham yaxshi va ochiq ko'rinib turibdiki, bu challenge'imizda, ya'ni challenge'lar YouTuberlar o'rtasida challenge musobaqasida, ya'ni 3-haftaligida Chempionlar Ligasiga chiqqan YouTuber bu Hamudek bo'ladi. O'zbek YouTuberlardan bu safar esa hech kim chiqa olmadi. Mayli, hech qisi yo'q, sababi hali oldinda yana 4 hafta bor va yana bizda уже 2 ta YouTuber Chempionlar Ligasiga g'olib bo'lib chiqib bo'lgan. Videomizni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, katta rahmat deb qolaman. Videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarsangiz, sababi biz hozirda 100 ga uchun katta harakat qilyapmiz va bunday YouTuberlarni bir joyga yig'ish juda ham